Hey Ahmad, turmaysanmi? Uyimizga tumonat odam keldi. Bugun to'yligida xabaring bormi? Ha, birpas yoting. Tur qiladigan ishlaring ko'p hali. Boringlar, to'g'onaga qaraylik. Ahmad keting, non yetmayapti. Non olib kelsin. Hozir Ahmad, hali ham yuvib bo'lmadingmi? Bor tezdan olib kelib, non yetmayapti. Hop. Bo'laqa tez. Ertalabdan keladi bu. Ahmad qayerga ketyapsan? Nonga? Ko'chaning boshida xoladan pang sigaret olib olgan. Hop. Esingdan chiqmasin. Bor. Aka 10 ta non beravering. Ahmad, sigaret olib keldingmi? Voy, esimdan chiqibdi. Bor noningni tashlab tez chiqib kelgin. Hop. Ahmad, xudolarga ko'k choy olib kelamiz. Yugurib chiqib ko'k choy ichamiz. Bor. O'rtalaringga joy qilib berasiz. Beraman, bor, tez bo'la. Ahmad, sigaret olib keldingmi? Voy, esimdan chiqibdi. Hozir olib kelasan menim. Shunday tashlab chiq. Bor tez tashlab chiqib olib kel. Ha, olib keldingmi? Voy, hozir olib keldim-ku. Bor, olib ketgandan keyin olib kelding. Aka 50 ta non bering. Ha, yetmayapti bergan nonlarim. 10 taga chiqarib yuborishyapti-da. 50 ta olaman, qutulaman shu bilan. Boplanmanmi? Voy 50 ta nonni boshim ko'ramanmi? Bekorga qotib uval bo'ladi. Noningni olib borib, o'rniga paket olib Oya, bitta somsi. Tort qo'lingni hali o'rtoqlaring bilan kelganingda yeysan. Aka, 4 ta aygan paket. Yo, 4 ta emas, 20 ta bering. Hozir yetmadi deb babir chiqarib yuborishadi. Mendan ketsa ketbiroq bo'lsin. Bo'l, hozir beraman. Said, yaxshimisan? Ahmad yaxshi. Sigaretni olib keldingmi? Yo'q, olmadim. Tohir aka uyda yig'in bo'lyapti. Bitta narsaga 10 marta chiqarishyapti. Bolalarga ketsangiz bo'lmaydimi? Pulimni yotib qo'ya qolmaysan bundan ko'ra. Yo'q puli. So'tay, bar ishingni qil. Oy, 5 ta tugadimi? Ha, tugadi. O'rtoqlarim chaqiraymi? Ha, nimaga chaqirasan? Hamma narsani hammalaring yig'ishtirib olib ketdi. Undan ko'ra chiqib magazindan bo'lganini olib kel. O hozir nonni tashlab ketdim-ku. Nima dedim senga? Bor bo'lganini olib kel. Voy, yana magazinga chiqaman.